ko'proq o'tdi, baromat. Men keldim, o'sha lokatsiya bo'yicha siz o'zingiz qayerdasiz? Kiruvda ichkarida o'tiribman. Kirib o'ng tarafga qarasangiz ko'rasiz. Bo'ldi, men kirib kelyapman. 10 taraf dedingiz-ku. Sizmidingiz vizitga chaqirgan? Siz keldingizmi? Vizit kanalga soqolli bola kelardi, ular qimmatroq olardilar-da. Sening biz hammamiz qimmat olamiz, menda ham soqol bor. Qani ko'ringlar-chi, tillalaringizni olib kelgan. Tillalaringiz ko'p ekan-ku. Qayerdan olgansiz bu tillalarni? Uydagilarim 17 yoshda majburlab turmushga berishgan. Nima? 17 yoshdasizmi? Qanaqasiga 17 yoshda erga tegish mumkin? Men 6 oy ham yashamasdan ajrashdim. Uydagilarim faqat tilla qilishgan. Mana bu yerda o'zingizda ozgina toshlar bor ekan, u unaqa katta gram o'ynamaydi, o'shaning uchun minus qilib o'tirmaymiz. Grammi 185 u 15 gram ekan. Men sizga sharoit tushungan holda grammini 1.200.000 dan qilib beraman. Mayli hisoblavering-chi, oxirgi summasi qancha bo'lar ekan? 222.180.000 so'm bor. Hammaga qo'shib berasizlar-ku, menga ham qo'shib beradigan joyingiz yo'qmi? Sening qo'shib beradigan joyi bor, lekin biz past narxda hisoblamaymiz, baland narxda hisoblaymiz. Shunga qaramay, men sizga 222.500.000 so'm qilib beraman. Endi bu boshqa gap, meni ham pulim beravering. Men pul olib keldim, mana shuni siz to'ldirib berishingiz kerak. Bular menga muammo tug'dirmaydimi? Yo'q, bu tillar o'zingizga tegishli bo'yicha o'g'irlanmagan, zaruratda turmagan bo'yicha bu hujjat bo'ladi. Biz dokumentlarni ishlaymiz. Yo'q, o'g'irlamagan, men yozib beraveraman. Mana bu yerda 200.000 o. Mana hozir yana garantiyasi bor. Bu 20.000 o. Bu yerda 2.500.000. Общий 222.500 bor. Tushunarli. Barakasini bersin, yaxshi yetib oling. Xavf.